Assalamu alaykum. Bugünkü programımızın aziz qatnaşqıçıları, hoş gəlibsizlər. Özünlərə məlum, bugünkü programımızın asasi mavzusu şu Qazaxstan diyarında yenidən icad qılınıyatqan naqşlarının sübti haqqında bolmaqçı. Bu cəhətdən faqat ahang müzik tərəfləri emas, şundaqla mətn tərəflərinə mo tamaşaçılarımızın, anlıqçılarımızın, görərmənlərimizin bəzi bir köngülü su içməyətqan kamçılıq nuqsanlar bakı. Bugün şu məqsəd bilən sizlərni bu studiyaga təklif qılıb oturmuz. Endi tamaşaçılarga sizlərni tanıştırıb ketsək, bizningki bugünkü Qazaxstan diyarında milli sənətimizə to'liq vakolatlik qila oladigan kasbiy san'atkorlarni studiyamizga taklif qildik. Aldı bilan shular bilan tanıştırıb keçishga ijozat qilinglar. Mening bilan so'ng qo'limdan boshlasak, bu yoqni endi tanishtirishning o'zi men uchun ortiq bo'lsa kerak, lekin har holda bizning qoida qiliblasgan an'ana qoida bo'yicha Nuralim Varisov Cumhuriyetlik Akademiyalik Muzikалық komediya teatri Nava ansamblінің yetakchi solisti bo'lib sanıldı. Onun yerinde otağan Reyimcan Hamrayev, Reyimcan özünlər bilsizlər, bizdə ən amobab bolğan Qazaxstan diyarı deməz, bəlkə jıraq yaxın çət əllərdə tanılğan bizdən birdən bir topumuz var. Dərvişlər topunun solisti həm hazır bütün Qazaxstandakı yüzlügən yaş saz naqşçı, icraçı həm mətn yazğıcı şairlarni beşini qoşub mayaqtımına Nurum işkisi Pervaz Uyğur icraçılar birləşməsini qurup iş fəaliyyət etib beriyatqanıga 7-8 yıl bo'lib ketdi. Xudayım bir ayet ünümlük bular fəaliyyət etib ketib bardı. Keyingi nima kelsak, yana Artur ham ko'pchilikka yaxshi tanilgan Artur Production prodüserlik mərkəzinin rəhbəri Artur İlahunov. Özü həm icraçı, həm kompozitor, həm naqşi mətn yazğıcı şairimiz desək oldu. Endi onu qolumuzdan alsaq, yəni şu bayqı mən degan Pervaz icraçılar birləşməsinin rəhbəri, şundaqla xalqımız arasında keng tanılgan diyar topunun bədii rəhbəri Nurum Ahmetov. Yaxının yiyində hem xalqımızın bir söyümlük naqşçılarından biriga aylangan, mayaqda biz Qazaxstandan tashqari tarixiy vatanimizdimi ismi keng tanılgan naqşçı icraçımız Saniyam İsmailova. Andın mana şu bugünkü sanatkarlarımızga, icraçılarımızga özünün xalqның көңілден chiqqidek mətnlərini yezib, xalqımızın alqışığı sazavər olub kelayotgan yosh shoir, Varis Ədəbi İcadi Birləşməsinin əzası, Pervaz İcraçılar Birləşməsinin əzası, yosh shoir Abdulcan Aznabaqiyev. Endi söhbətimizni şu bugünkü küngü belgilənən mavzudan başlasaq, bugünkü icad qılınıyatqan yeni naqşlar sizlərning mana kasbi sanatkar sübtida qandaq baha bergen bolatdыңlar. Bir xətt degizdiğin məsələn naqşlarımızın ahangı müzik tərəfi zamanğa layiq qəribləşib ketib barımızmı? Özümüzün milli ruh, millilikni saqlab qalalatımızmı? Gəpni mana məşundan başlasaq qəni Nuralim. Gəp özünüzə. Bugünkü icra qılayotqan yaşlarımızın icadiyeti маған hakikaten yakıdı. Бірақ millilikni alganda o hammamizga aniq millilikni ait az hozirgi yoshlarda. Yaxshi, masalan men teatrni olgan bo'lsam, yaxshi sazanlarimiz bor, ait kuchli, yaxshi naqshlarimiz bor. Bo'lib masalan teatrning Nava ansambli alsak, Nava milliy nima ishlaydigan qizlarimiz yo'q. Onun şu şurayını pek rapım tapamdık. Şurayını biz her bir nimeni hatta okumagan balla kızlar bolsunma Mun keyinki geroinlarga, spektakllarga yosh balla qizlar yo'q deb shu rayondan hech qanday odam chiqmadi. Endi hozirgi ijod qilayotgan bolalarning hammasini yaxshi, biroq men deymanki har qanday ishning o'zining bir xato yeri bo'ldi. Masalan, Shavkat aka siz yaxshi bilasiz.
райымнан яхшы болды. Театрда худсовет, художественный совет деген совет, бәдii кеңеш бар. Әр қандай спектакль, концерт болсын, ең нақшы болсын, әмісі шу коллективнің айлын өтіді. Бәзі бір етішмеге әйленді. Әтті ки концертларын қағыз өтін, спектакльланым шу, бәзі бір вақтлады кәйініге татылға вақтларым болды толықлайды. Азырқы жәді мұны біләшмеді әшіндақ бір ұйышымы болса, яқшы болған болар еді деймін. Тоғыр. Көпінші нақшыларымыз азы аранжировка білен еник шығып кетеді о, ижат деген. Шу ижатын аранжировкасы естінат тәс. Шеер етті ма? Бір нәрсе гезттің бәзі берілді. Композитор, атағылық, шайыр. Мәселе композиторларының, мәселен мен Дилмұрат Бахаровны алайын. Дилмұрат Бахаровны кичігіндегі мен бұл оқыдым. Дилмұрат Бахаров музыка мәктебін бітеді. 4 жыл музыка училищен бітеді. Onun da kim bir yıl pat kursu okup konservatuarını bitirdi. Bunu kompozitör değişik oldu. Biz bestekar kompozitörüm demedi. Yazıcı şairlamış şakıdaki. Doğru. Kazakistan yazıcılar ittifakı azza boğa adam şair bol. Mesela bazı nakşlardan kol ulan şair dep nem kötü. Hatta ben gezdi ki ağıyla bile bir oturup mu deyen. Ben mümkün hata değmem mu. Asla her bir neminin öz rejissörmüş şu. Rejissör bu siz rejissör degen o rejissörün resmi oku adam rejissör. Bazı bir nemlerde rejissörlan resmi rejissör deyiz. Biz ben hoşkin 30 neçe yıl işleptim mi? Teatrda rejissörlardan başka bir aktörlarla spektakl koyun bilmem. Demiş ki desek rejissör özünün işini bildi. Только rejissör koyuş gerek. Onun asistentleri oldu. Koyunu kasap soyuş gerek. Koyunu kasap soyuş gerek. Biz bireyleri bizden yaşlarımız aslında kişine düşünük bulmam deken düşünüge az mı eken diyen oyun var benim. Durus. Qeyni qo'shimcha qilmaydi desanglar marhamat. Endi Nurlan akam degan so'zlarga qaytildi 100%. Endi hozir buni 21 asar go. Texnologiya nimlar hamsi yuqori ko'tarib kelyapti. Burun masalan burun naqshi yezish uchun bizning sanog'li bir studiyalar bordi, ya da очередь oylab kutadi o vaqtni. Hozir buni taraqqat yuqori ko'tarilib ketdi. Bundaq bir uyda kompyuter bo'lsa, program bo'lsa, naqsh chiqaqil bo'ldi. Shu ashning qarab, burungi vaqtlar qaraganda burun naqshlar azroqdi. Hozir qanday ko'p emas. Hozir endi bu bundaq aytganda modaga aylanib ketib bordi. Endi bundaq qarsak, buni bizning yosh estrada ijrochilarning orasida bor talantlar. Бірақ санарлық. İşlep atqanlar, izlenişte, yeni naqshlarni yezib atqan, naqshning kirishni cho'g'in sifatida qildish uchun ashuni o'zining amgigini, yanchiqli pulini sevib atqan, shu naqshning teksti durust bo'lishi kerak, ichida bir endi o'rishgan smysl bo'lishi kerak. Ashtaq ishlab atqanlar bolalar bor. Endi hozir bizning endi hozir buni bunday aytsak ben oturup nöge oylap naqshlarni bölge ötümde böldüğüm. Mesela toy deydiğin naqshlar qadimki durus naqshlar üçün ashtaq bo'lyapti hozir. Biz toy naqshlar mundaqla yenik chiqib ketgan naqshlar usul keldi, haq o'ynayapti. Biroq da har bir ijrochi, men ijrochi deymatsam, Nurlan akam degandek har birisi o'zining ishini qilish kerak-ku. Naqshchi bo'lsam, o'zining repertuari bo'lishi kerak-da. Özünün repertuarı işlep, her bir naqshiga özünün emgigini, hammini bilimini qo'shib şu, bir naqshi, yaxshi naqsh chiqish uchun u pishish kerak. To'g'ri. Undaq bir kunda chiqmaydi. Undaq bizning bolalar bir kunda chiqiblar. Uni parvozni etishning sababi bo'lgan 12-yil ichilgan parvoz. Mana yigit bolalar kelibdi, Nur topidagi Diyar, yana boshqa bir Ramaka mashtaq buzilib ketib bordi. Shu vaqtda masalan buni O'zbekistondan tayan naqshlar bor. Aşı minuslari mesha ekib, uningga 20-30 dollarga tekstlarni mayda yezib, ashtaq naqshlar ko'payib ketdi. Bir o'xshab o'zbek naqshlar. Qalam qolib ketdi, ammo shu vaqtda bolalar kelib birini qilsak bo'lmaydi, bunda shu vaqtda biz parvozni qurib, shu vaqtda ishlashga bosdik asta-asta. U asta-asta besildi, endi 100% besilmadi, ba arab chiqdi. Biroq shu vaqt bilan selishtirganda bir nim borda razница. Plus
Şu поэтому азыр энди камчылыгым хел бар. Дұрыс. Камчылык хел бар. Әнде сен дегендек яхшы, жық көп шығып атыды. Ең нақшылар жық шығып атыды, ижрачылар көп шығып атыды, лекен сен дегендек нақшы етқа адамның әмісіл чолпан боламайды да, оның yüzінің іші бірі таулынып еріп шығыды. Мана олар хаққи чолпанға айлындыған кеп. Мұш демеден еп қарғанда менің ойымша мен азыр Артур Илахунов hem müzik yazdı hem metnini mi yazdı. Bu metnin doğruluk kendiyen paran kılımız. Artur mening fikrimcha, mening oyimcha hech qachon bir naqshni chiqarish qoldirmaydi. Nihoyat oz chiqirdi, lekin soz chiqirdi. Mushu qoidani biz butun shu Pervaz ijrochi abiramiz butun yosh ijodkorlar shuni qabul qilsa, nur ustiga nur bo'ladi deydi. Uni buni qanday yo'lga solamiz, keyin yana hozir maslahat qilishamiz. Qani Artur, sen mushu haqda sening fikringni olib ko'zak. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Meningcha bo'lsa, bu yerda bir agarda matnning masalasiga keladigan bo'lsak, bu yerda bir tabiiyki bir savol tug'ildi. Bu naqshining matni, ya'ni teksti deymiz, bir she'r bo'lishi kerakmi? Haqiqiy she'r bo'lishi kerakmi? Ya so'zlarning bir qurilma yig'indisi bo'lishi kerakmi? Meningcha bo'lsa, bu yerda naqshning matni haqiqiy bir she'riyatning qonunlarining asosida bir yaralgan, bir tug'ilgan bir she'r bo'lishi kerak. Uning she'riyatning o'zining qonunlari bor. Masalan, qopiyasi deymiz, bo'g'imi deymiz. Yana hokazi ko'p unda. Endi bu naqshning matniga kelganda birinchi ideya, g'oya deymiz. Masalan, shoir uni qanday bir mazmunni masalan oldiga surish kerak-da, ideyani. Shu ideya bir 3-4 kupletning ichida boshlanib, oxirida oyiqlash kerak. Ikkinchidan bu naqshiga yozilgan matn bu bir o'zgacha ohangdorlik ega bo'lishi kerak. Har qanday bir she'r u naqsh bo'lib ketamaydi. Chunki u o'zining boyaqi o'rischa aytganda qanday desak bo'ldi, poet pesnik degan bu albatta bir she'riyatning bir kam uchraydi, ham she'riyatniki bir ichida bir o'zining yo'li bor-da. To'g'ri. Shuning uchun biz hozirgi bolalarimiz, yigitlarimiz ko'p naqshlarni chiqaryapti. Arsida yaxshi naqshlar bor, lekin ba'zi naqshlar oldirgan bir holatda chiqib ketadi. Nimishki desanglar, bir kasbiy bir bunu shoirga degan bir insonlar yezib chiqirdi-da, ularning yozgan naqshlari bor, yaxshi, ko'ngilga yoqadi, lekin arsida bir oldirilgan bir kichkina pishmagan naqshlar ko'p. Masalan, men oqshom bir naqsh oldim. Qishin qalg'ashdek deydi. Qalg'ashning qanotidek bo'lishi mumkin, lekin qalg'ashdek bo'lmaydi-da, u qash qanday qash masalan ko'z oldimda. Bu yerda bir ma'no mantiqi bo'lishi kerak bu she'riyatda, bu haqiqiy naqshiga yozilgan she'riyatda bir ma'no mantiqi bo'lishi kerak. To'g'ri. Uningsiz u naqsh emas. Undan keyin hozir naqshlarimiz boyqa Rahim akam dedi, ikki kategoriyaga bo'linib ketib bordi-da. Bir to'yning naqshlari yeniklar xalqning qulug'ida qoldi, usulg'uchisi bo'ldi. Ammo uningdan baribir ma'no mantiqi bo'lishi kerak. Inson nimaga usul o'ynayotdi, qanday naqshga usul o'ynayotganini bilish kerak-da. Undan keyin yana ikkinchi kategoriya u insonga ruhiy oziq beradigan naqshlarimiz ko'p bo'lishi kerak. To'g'ri. Uniki ruhiy oziq beradigan naqshlarning ma'no jihatdan nurg'un bo'ldi. Masalan, ona to'g'riliq, ota to'g'riliq, vatan to'g'riliq, millat to'g'riliq, uni insonni o'yga soladigan va insonga bir ruhiy oziq beradigan naqshlarimiz bo'lishi kerak deb o'ylayman. Durust. Shu men aytarim shu. Durust. Rahmat. Endi haqiqatan matnning mazmuni bilan muzika moslashish kerak-da, muvofiq bo'lishi kerak bir-birini. Masalan, bir usulning naqshiga yozilgan matnni opirib bir lirikalik ig'ir bir ota-ona va sen degandek uni qo'shsak yana bir quloq yaxshi anglanmaydi, qanday ko'ngilga qabul qilinmaydi, ko'ngilga qo'nmaydi. Undan keyin u matn to'g'riliq yaxshi dedim.
Hakikaten bugünkü günde aşı bizden meydeki 41 alfabetteki 41 harfinin 25'ini bildi qallalı şair olup ketdi. Ya Allah bu çıkıvatkan bez bir tekstla, lekin azı men onlap mındaq narsalarni depirishim mümkün. Lekin demeyme. Çünkü bizde tanqidni qabul qilishni bilmaydi. Sen birisini tanqid qilding, kamçılığını dedin ama boldu. Vay men ko'ramayadi. U bana düşman, mındaq chiqadi. Aslida tanqid taraqqiyot kapalı deydi. Tanqid qancha jihyada taraqqiyot bo'ladi. Lekin uni afsus e'tirof qilishni bilmaymiz. Şolaşqa ularning undaq narsalarni otimaya qo'yayli. Her halda bunun bir xulası çıkarıp bugün köşüşümüzün ahırda bir xulası kelimiz deb o'ylaymiz. Endi mana mesela mana diyar ansambliga men bir yo'q degan bir 7-8 naqshsiz matn yozmadim bu deymi. Mening bularning o'z vaqtida kompozitor bildi ishlagan İlyar Mashurov bilan İlyar ya mana Nurum bir eg'iz so'zni o'zgartsa menga telefon qiladi. Mun sözünü o'zgartsa qandaq. Onu talash tatish qilib qirilishib ketadi bir eg'iz so'zni Çünkü onun natijasi bo'ldi. Diyarning masalan birinchi albomini hamma narsalari ommaboplik olinib ketdi. Vatanda disklar yo'riq ko'da yashadi, gastrollar bo'lib keldi. Bu yoqdagi bizning san'atimizning oltin makoni, diyari, ordusi bo'lgan vatanda baha tapqan bo'lgan ki demek yomon emas yozilgan narsalar bo'lsa kerak deymiz. Xo'sh, sizlarning qo'sharinglar bormi shu naqshining Nurumning jiq bu haqda o'z ikkimiz telefon jiq gaplashayotdik endi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun shu studiyaga kelib o'tirganim nihoyat men xursand bo'ldim. Sababi shu deydigan gaplar ichimda shu to'lib ketgan gaplar nurg'undi. Asosiy shu bizning san'atimizga bog'liq. Endi bugungi kunlikda hozir mana matn davatmiz, naqshchilar davatmiz. Baya Shavkat akam dedi, alfabetni ochiq harfni bilgan odam shoir degandek, hozir kimning uyida hozir notebook bor, kompyuter bor, shular naqsh bo'lib ketdi hozir bugungi kunlikda. Endi hozir u naqshlar masalan 21-asr hamma nima bo'lib ketdi dedik, taraqqiy etib ketdi. Hozir studiyalarimiz nurg'un taraqqiy etib ketdi. Her türlü programlar var, her türlü pluginler var deymiz. Adam balası bir şiir depese, onu hangi kompüteri silip, onu ki naqşıga aylandırıyor dediğin aslında mümkünçük var da bugünkülükte. Endi hazır içinarlıqya biz hazır mana şu bizning millilik tarbiyamizdan hazır nayet bir içinarlıq halda qaldıqda sebebi bugünkülükte hazır dutat hem bir özümüzün şu qidimi asbablarını tutup o'tagan hazır mesela Almuti bo'yicha mana shikili Uyg'ur teatrini hisoblanmaganda Almuti bo'yicha shikili guruh qaptimiz. Birida biz bo'lsak, ikkinchida Nur guruhi. To'g'ri. Endi nimishga ashtaq bo'ldi deb o'zimga savol qo'yatma. Nimishga endi shu guruhlar mesela shu dutat ham bir nimishga xalq chaqamaydi. Qayerda shu ishkital kolonkasi bilan bir tal mikrofon, bir tal notebook bo'lsa shu naqshchi. Shularga o'sha bizning bilmayman xalqimiz ya shularni haqiqiy o'sha yaxshi ko'rib tanishamdi, ya bo'lmasa o'sha pul jihatdan shular qanaqa deymiz, yanchiqi shularning nimasi durust kelamdi. Biroq endi yana bir deb o'tkazadigan ya masalan bizning tamadlar deb qo'yaydik. O'z vaqtlarda masalan bir to'y bo'lsin, ya bo'lmasa bir cho'ng bir uyushtirma, bir konsert bir nima bo'lsa, masalan bizga keladi. Masalan uyushtirib biringlar, qanday bo'ldi deb. Vaqtida bizga kelgan vaqtida biz shularning mo'yimiga masalan biz обязательно shu bizning milliylikni biz shu yerga solatdik. Sababi biz madaniyatimizni faqat shu o'zimizning qidimi zaten bir asboblarimiz bilan biz masalan ko'ktalaymiz, shuni bilan biz faxrlanamiz. Hozir masalan qanday o'tadi? Hozir tamadlar kelyotdi bu kelayotgan zakonchilar. Tamadlar deydi, bo'ldi biz sening to'yingni biz o'zimiz o'tkazib turamiz. Любой tamada hozir bugungi kunlikda o'zini DJ bilan chiqyapti. Biz madaniyatimizni faqat shu o'zimizning burunqi qidimiy asboblarimiz bilan, qidimiy naqshlarimiz bilan, masalan g'ayrib sanamning, o'sha 10 muqomining nimalarni hozir bugungi kunlikda men necha yillar bo'lib ketdi. Birsi eng bo'lganda bir g'ayrib sanamning bir opera bir nimasidan ya bo'lmasa 10 muqomining bir daston marg'ulni hech kim bir
осыны қайтадан рыважландырып шығарып жатқан ешкім жоқ. Сапла азыр современный деп қоймыз. Ылқи мәтін дейміз, мәтіннің я немесі жоқ, я болмаса бір музыкасының бір ылқи ешқандай бір ылқи мұңы бір немесіме жоқ. Соңашқа шымен мұшыны қосақты хел болды, мұшы сақлап атады, мәні бүгін келейді, мәні мұшы маңғы болды, мұшыны дейдім. Дұрыс. Хош, Саниям, сіз ма өзі күшілік пікір итіме деп келдіңіз ғой бүгін. Assalamu alaikum ustazlar, yaxshi turibsizlar, tomoshabinlar. Aslan ko'rib nihoyat xush bo'ldim. Barcha ustozlarimning aytgan so'ziga hamda haqiqatan hammamizning bir dilda qilib qolgan, ko'z oldimizda bo'layotgan ahvollarning hammasini da'vatimiz. Nuralim kamninki degan gap ham nihoyat to'g'ri. Kim kompozitor, kim hazır hatta en kichkina gap administrator degan kim odam bir ügünüş kerak qo'ya sadaqan ketay. Aşınçılık derecede bilmeymiz ham qarg'ulachi hamda odam balası xatolikni bilmaslikdan qiladi. Bu degan normal psixikalik bir ahvol u. Shundami? Shunga menchi bo'lsa hammamiz har qanday odam mayli qovubchi bo'lsin, mayli riyosatchi bo'lsin, mayli naqshchi bo'lsin, o'zi atdigan qo'pqan vaqtda men millatimning yuzi deb qo'psa, anandagi qilayotgan ishi, yeyotgan tamig'i, kiyayotgan kiyimi mesela bir başka bir hoşnu milletinin birisi maşında mesela sokup etse bir balını ha hoşnu millet deyimizde o bir adam demeydi o palançı dep ismini atamaydı çoğun milletin ataydı. Doğru. Demek biz yüzümüzün men kavapçı mesela men kavapımın ruavuruz aşu halalını ileyip pakkı juyup bismillah aşu işlerini kıgan bulsam meni kimninki Uygurninki deydi. Nakşını yaxşı toxtaptı. Mesela biz dadlarımızı anlarımızı hürmetlimsek kim hürmetleydi bizni? Demek bizim ustazlarımızın biz beşidi berip, Nuralim ka, Rahim ka, Yanurma ka, mında kıvatattım. Her birisinin işi uçuk. Bırak bizning yaşlarımızın hem de birden etip çıksak, yana özümüzü keledi. Özümüzün enisi sınırları. Bırak yana aşlağa bir xil hiyligerlik bulmusun. Demek senin micazınla et aylınlık maskeymeydi. Bizning kasbimiz ne bu? Bizning kasbimizde en mühimi micaz. Doğru. Senin micazın taze qamlaşmasa sen ya naqşınız ming yaxşı bo'lib ketsin, talantınız ming yaxşı bo'lib ketmesin, a kichik beylik bo'lmasa bizning kasbda kasb qilg'ini bo'lmaydi. Şuna etigen qopqa vaqtimizda qaysi ishni qilsaqmi to'xtabdi. Men millatimning yuzi go. Men bir tal eg'iz tekstni dala dashti ara majnun deb yozdim mesleğin. Nimaga yozyapman men? Çoqqun sizning qilayotgan ishingiz mayli kim bo'lsin. Tekstni yozyapman. O demay uni o'zimizni to'xtatib elib to'xtabdi. Atliki mening tekstimni mening balam anglaydi. Balamning og'insi anglaydi. Demak tarbiya ahamiyati bo'lish kerak u tekstniki. Mayli 2 qur yozay, mayli 4 qur yozay. Mishinchiliklar qilgan ustozlarga rahmat. Acayip rahmet durus. Hakikaten endi meyede Xudoga ming qatliq shukri. Biz naqshning matnlariga kelsak, kasbiy shoirlarimiz bor. Undan tashqari shu Varis ijodiy adabiy birlashmasining 20 dan oshiq azabogu deymi, yosh shoirlarning. Haqiqatan malla turayotgan bolalar, shularga murojaat qilsa, bir naqsh yozmoqchi edim. Taxminan mana buni mavzuga ma'nosi mazmuni mushunda bo'lsa deb maslahat qilib, mushlar murojaat qilsa, bular menimcha bo'lsa yo'q demaydi, yechib berdi. Lekin bizda shu naqsh aytayotgan odam men hamini o'zim qilsam deydi. O'zi kompozitor, o'zi naqshchi, ijrochi, o'zi nima matnning muallifi hamma tarafni o'ziga men deb bilmayman, o'zimni ko'staydim. Yani lekin u saniyam degandek har bir naqshning mazmunida eng birinchi tarbiyaviy ahamiyati bo'lishi kerak. Xulosasi yakuni nima uchun ash tekst yozildi? Ash mazmun nima demoqchisan uni? Masalan, mayli vatan to'g'riliq bo'lsin, mayli yana boshqa ota-onalar to'g'riliq buni. Shundan bir bay Artur deb ketgandek she'riyatning o'zining qonunlari bor. Shu qonun doirasida shu mazmunning yo'ritgan bo'lib, oxirida bir xulosa chiqish kerak. Anılgan adam aslında bir xulasa, bir özür halavet eliş gerekti. Muş taraftan endi mana bizden yaş şairimiz bay tanıştık. Abdülcamma xeli naqshlarning metnini yazdı, xeli naqsh metnlarining avtori, xeli o'zing bir ishga qilsa.
Assalamualaikum teletomoshabinlar. Assalamualaikum bugungi programmaning qatnashchilari. Bundaq ko'rishni men uzun yillar burun tashnalikdan kutib atadim. Qisqa bir bosh qo'shib bo'lsa kerak deb. Rahim akam bilan burun dadimni Rahim akamni aytadim telefonda. Yo'ljiroq bo'lsa, ko'ngiljiroq bo'lmasin deb ko'nglimiz yaqin uchunmi? Har qachon mashta masalalar bu qasa Rahim akam bilan xabarlashib turdik. Sababi 2012-yil Parvoz ijrochilar birlashmasi qurilganda dastlabki yig'inda biz bor. Biroq nurg'un narsalarni aytamgan bara-bara ish jarayonida biroq ko'rinib qoldi nurg'un kamchiliklar. Balki Nurol makam degandek ish boyida kamchilik haqiqatan bo'ldi. Hammamiz band bo'lgandan keyin hammamizda bor kamchilik. Biroq uni ta'nilish, xatolarimizni tuzatish u kerak. Xato emas, xatosini tuzatmagan xatolik deydi-ku. Shunlashqa shunda xatolarimizni tuzatsak, biz o'zimizning naqsini emas, balki saynamadimiz degandek biz u naqsha kimniki desa palonchilik emas, Uyg'urning naqsi deydi. Shunlashqa u o'zimizning obro'yi emas, demak u xalqimizning obro'yi. To'g'ri. Ulug' bizniki xalqimizniki iftixori bo'lgan Mahmud aka Abdurahmonovning bir so'zi bor. Agar naqshni biz qushqa qiyos qilsak, uning bir qanoti muzika, bir qanoti she'r. Agar shu ikki qanot to'liq o'zlashtirgan bo'lsa, u qush osmonda erkin parvoz qila oladi. Ya'ni u naqsha bo'lib yetildi. To'g'ri. Yillar bo'yi, asrlar bo'yi u xalqimizning bir durdanisi bo'lib xalq naqsiga aylanib ketishi mumkin. Mana shundaq so'zlarga biz amal qilgan bo'lsak, balki kamchiliklarimizni biroz bo'lsa ratlab tuzab oladik. Endi o'zimga ko'p naqshga yozmadim, biroq ish tajribamda buniki shoir bo'lishi boshqa, biroq naqshga matn yezish u tamoman boshqa-da. To'g'ri. Masalan, o'zgachiligi bor. Ba'zi bir naqshchilar bizga naqshini buyurtma bergan vaqtda ayni nusxasi, original deymiz-ku. Ayni nusxasini yozgan vaqtda kompozitorlar, balki naqsh muzika yozdiganlar. Ular bizniki she'rning murakkabga, endi bu naqshga boshqacharoq matn yezish kerak deydi-da. O'zgirdi. Mana shundaq ishlarda, shundaq faoliyatlarda nurg'un tajribani oldik. Yaga aytmayman, mana so'zimni dalillash uchun Nurmakamlar bilan Diyar ansamblining 10-yilligida bir naqsh yozdim. İlgiri men bir naqsh matn yozgan vaqtda bir qitim yozib chiqarayotgan bo'lsak yoki grubiy bir ошибкасы bo'lgan bo'lsa, ashani jo'nday etiblar, ratlab etiblar naqsh bo'lib chiqayotgan bo'lsa, Nurmakamlar bilan 10 yillik konsertda bir naqshini 5 qitim o'zgartibman. Oxirida endi uni Nurmakam meni qabul etmayapti atamdi. Yoki men unchalik darajada yozish mening nimam yo'qmi? Boshqa bir shoirlar murojaat qilib ko'ryapsan deganki, "Yo'q, sen boshlaysan, oxirgi chiqirsa" dedi. Oxirini chiqardik, yomon chiqmadi Nurmaka. Cho'ng sahnada etilib chiqdi, o'zimni xo'shal bo'lib qoldim. Keyin uqdim, u mening naqsham emas, Diyarning ansambl shu naqshni etib chiqarlik o'zi bir beg'ishildi-da. Shundaqla yaqinlarda Dilnoz Ahmadiyovaning konserti bo'ldi. U naqshni mashta 5-6 qitim o'zgartibmiz. Karim G'aziyev muzikasini yozdi, chiqdi. Uniki tomoshabinlarimiz Lyubitelskiy bilan sotka bilan tushirib olibdi. Raymaka parvoz chiqirdi, ostidagi yozgan kommentariylarni izohlarni o'qib xo'shal bo'lib qoldik. O'zim ish tajribamda endi yoshlar orasida hozir ommaboplik aylangan buni Muhit To'xtaxonovning "Nadasiz" degan naqshnimi shuni yozgan vaqtimda yaxshi ommaboplikqa yoshlar orasida ko'pchilikka yaxshi taraldi. O'zim xo'shal bo'lib qoldim. Xo'shal bo'lib qolgan sababi burungi naqshlarim rostini aytsam ommaboplik aylanmagan. Ommaboplik aylangan sababini men keyin tushunib qoldim. Demak, balki naqshni men qushdek qilib, nimniki Mahmud akamning so'zidek bir qanotni biz tushuntirib qo'yibmiz-da. Keyin men yaxshi tushundim. Endi meniki o'zimniki o'yim mana shundaq naqsh matnlariga hech kimga chaq qo'ymayman, sen yozman deyolmaymiz hozir. Albatta. Yozsin, biroq balki degan biz degan so'zlarga amal qilsa, nur ustiga nur bo'ladi ekanda. Nur bo'ladi ekan. Shunlashqa biroq biroz tajribamizni ko'rdim-u, belki siz degandek naqsh tekstini yozayotgan bolalar hozir murojaat qilishga boshladi. Ularga dema uyalmay murojaat qilaveringlar, o'zimizdagi ish tajribamizni sizlar bilan bo'lishib aytib beramiz. Undaq murojaat qilayotganlar bor. Ham bu masala bo'yicha 2013-yildan boshlab buni Uyg'ur ovozi gazetida Mashal deb yoshlarning beti-boti sahifasi. Mana o'shada men 2 qitim naqsh matnlari haqida maqol yozdim. 2 qitim yozdim. Biroq u yerda ko'pinchisi ranjidi, yoshlarning hojati yo'q, ko'pinchisi ranjidi. Biroq tushunganlarni atab chiqay, masalan Nur to'pidagi Rinat akam Zirakov o'zining kamchiligini, avatgan kamchiligini ko'rib, o'zining minnatdorligini izhor qildi. Masalan, Uyg'urimning nomidan xalqimga salom qildim degan so'z, Abduljonning nomidan Abduljonga salom qildim degandek bo'lib qoldi-da.
ayni nusxasida Nur to'pini nomidan xalqimga salom qildi ekan. Ular o'zgartib, o'zgartganlikdan keyin o'zlari tushundi. Undan keyin yana bir narsa Sumbatda bizimning ag'inam bor. U mashtaq bir o'zining bir kamchiligini avitib, shu geysda o'zimning samimiy fikr izhor qilgandan keyin ratlab, minnatdorligini bildirib, o'sha naqshni keyin qaytadan o'zgartib chiqadi. Yomon emasdek. Biroq ranjiganlarniki ko'psi bo'ldi dedim-ku. Shunlashqa men ularning bir shaxsiy nomusiga tegmagandan keyin ularga o'zlariga dedim men o'zlariga sadadan ketaylar bu sizlarning naqshinglar emas. Atbugun anglagan odam u Uyg'urning naqshi deydi. Shunlashqa u bizning obro'yimiz emas, xalqimizning obro'yi. Shuni durust tushuninglar deb samimiy fikrimni izhor qildim. Endi tushunsa o'zlari uchun, tushunmasa u o'zlarining ixtiyorida. Shunlashqa mening o'yimcha belki xato avatsak, o'sha xatolarimizni tushunib, xatolarimizni aksincha ratlashga tirishaylik degan xulosaga keldim. Durust, rahmat. Yaxshi fikr. Azroq qo'shib aytsam, o'sha naqsh to'g'riliqchi, masalan, Abuljon degan so'zlarga sani ham Nurim dediga tanqid. Bizda shu endi urushgan kultura kritiki xalqimizda nachar. Masalan, tanqid bizda umuman yo'q desa ham bo'ldi. Nachar emas, yo'q. Ben endi buni to'g'rilarni Instagramdan ip ketib qolgan ekan men analiz qilmadim. Masalan, naqshlar chiqyotdi. Endi bir muncha naqshlarda bor kamchiliklarchi. Masalan, chiqadi, endi uningga baho beradigan xalq-ku. To'g'ri. Ostida komment yeyish kerak, masalan. Hammasi mandaq nimalarni qo'yib, "O, yaxshi bo'pti." Endi kamchi qilba hech kim aytmaydi-da. Bir munchalar bildi, yozmaydi. Yoki eski smayliklarni eski so'zlarni yozib qo'ydi-chu, masalan. Men shularga men keyin yozma. Отдельно-chu. Nima qanday qildinglarcha, men endi ashni durustlab adabiy yozmamsizlar, tanqid qilmamsizlar, durustlab. Masalan, shu vaqtda naqshchi tushundi. Chiroyli, masalan, har bir naqshning maqtadiganim bo'ldi. Kamchi qilin bor masalan, bir naqshning problemi bo'lsa. Azroq maqtab qo'yib, mana meyamda qilibdi, mana meyer ukam mana bu qapti keyingi naqshlar maqtab qilsa, ashtaq tanqid bo'lsa, biz naqshlar undaq nima sab solma, chiqyapti naqshlar bir yo'qda. Eli undaq eski smaylarni yezib qo'ydi, mana qilibchi. Fikrini aytmaydi. Fikrini aytishga xalq. Shuning uchun men buni tomoshabinlar deyman, ashtaq bir nima bo'lsa, fikringlarni yezinglar. Chiroyli yezinglar. Shu vaqtida bizning naqshlar tushunib, mana xalq yezyapti, mana meni durust qilmabdi, mashani o'zgartiradi, ana Abuljon aka degan so'zlarga o'zgartib, durust chiqarish kerak, shu xalq yoqqidan qilib. Shu deydigan. Durust. Endi menda Nurim degandek xalqi milliy soz asboblari bilan ikkili to'p qoldi Qozog'istonda, Irlandiyada. Haqiqatan bu ichinarliq bir narsa, albatta. Xudoga qattiq shukr teatrimiz bor. Bu bara yana bir 20-30 yildan keyin uchib ketishi mumkin. Lekin o'shini hozir o'sha kunning o'zida shu milliy asbob ansambllarining saqlab qilayotgan menimcha bo'lsa mashrablarda asosan shular taklif qilindi. Agar mashrablarimiz bo'lmagansa, menimcha bo'lsa bu milliy soz asboblarni unutib ketadikmi degan bir andishi bor. Undan keyin Abduljon inimiz to'g'ri gap qildi. Bir yangi naqsh ijod qilinganda, buning ijrochisi, matnning avtori, ijrochisi, kompozitor hammasi bu mening, bizning deb emas, bu Uyg'ur xalqining degan mavqeni qalisiga singdirib, chunki men o'sha naqsham orqali men Uyg'ur xalqini boshqalarga to'ntiraman deb o'sha javobgarchilikni his qilib yazsa, menimcha bo'lsa, hammasi naqshlarimiz sifatli chiqadi deb o'ylayman. Endi o'sha aytilgan amanglar o'zinglar tushliq fikr takliflaringlarni aytdinglar, lekin endi o'sha ishlarni, o'sha nuqsonlarni, o'sha kamchiliklarni boshqa qaytalamas uchun nima qilishimiz kerak degan savol tug'ildi. O'sha haqida fikr bormi? Qanday qilsak o'ng'ishildi o'sha kamchiliklar? Bu birinchidan boyaqa Nurim og'inimiz degandek milliylikni saqlab qilish uchun hozir haqiqatan bir sanoqliq insonlar shu milliy asboblarimizda, chalg'u asboblarimizda o'ynab chelib kelyapti-da. Sanoqliqlar o insonlar. Ya'ni
Hazır Allah'a çok şükür. Bizdeki Çaykovski училищеде жылыға 5-6 балымыз, яғни дута, тәмбір, шундақ нәй әсапырны үгініп чықып атыды. Мен очоса, біріншіден бұл мәселені мәктептен башлаш керек. Мәктеплерде бұрын кружоклар болдыған. Шундақ милли саз әсапырға үгітідіған. Әнді ұяда азырма музыка мұғалімлері ба, лекен немешкенді мен өзім Uyghur nahiyasından болғандықтан біздің нахиямызда hazır bir ravap емес, duta çaldığan arzu ansamblinin başka. Ben ballarını köremey batmayınca. Melledi yok. Melledi yok. Eğer de hakikaten Uygur'unki, özününki, mesela hazırki bizden milletimizden şu tilimiz, urpa adetimiz, milliligimiz saklanıp kalgan yerlerde bu işler terakki etmese, bu işler koluk elinmese, menimce olsa bayakı bir 20-30 yıldıkken bu tamamen ayrılık ayak ötümüzde. Allah çekişi, yani bizden nava ansamblimiz var, tiyatrımız var, kesbi bizdeki bayakı çalgıçlarımız var. Bırak bulamı bunun hemsini vakitçi de eğer de şulanın keyniden bir kandaktı bir yani yeni çalgıcı milli nakşılarını itidigan yamısı milli sazlarımız çalgan ballarımız bolsa bunu hemsi vakitçi dürüst. Bunu şu mektepten kol ilişki керек деп ойлаймын. Dürüst. Ondan keyin yani bir mesele bayaqı мәтін мәселесі келгенде yaşlarımız aldırmaslık керек дейме. Onu hazırla epla çıkırıydığanға. Doğru. Çünkü sanıyam degендек bu bir milletinin yüzü, her bir insan, her bir çıkıp atkan bizden icatlarımız. Şu icadi hemkarlıkta mesela kompozitör deymiz, meyli hevaskar, bestikar deymiz, şularla şair hem nakşçı, üççü birlikte icadi hemkarlıkta işlese, menimce olsa nayeti yaxşı bir eserler yarılıp çıkıp deymiz. Bir-birinin fikrini inovat elip, hürmet kılıp, meslehatlashib. Qani? Musha Shavkat aka degan so'zga qaytilib nim qilish kerak. Endi hozir masalan mana san ham alaylik, ayaqda Do'lan akademiya ken Renat ya da nimlar shu krujoklarni ichib ugityotdi. Milliy asablar bizning Nursan ba Nadirov umumiy bir 3-4-5 shogirdlar ba ugityotdi shu milliy asab cherishchi. Аштақ немнен көпейіш керекті оқуат қалған. Кейін маңғы бір мұшы пәрваз әйтші бір уже 12 жыл ашып қапсақ уже почти 10 жыл болыпты ғой пәрвазға. Яш бала телефон қылшы. Сәдегендек алдырапла. Мен мана нақшы италаймен, мені нем қылына чықырынлады. Сән кем өтсәм, образование бам, оқи. Оқыс кәме отыр яш баланы. Оқыс түшіп жем, mesela, ана эстрадный цирковой колледж ба, Чайковский колледж ба. Doğru. Әнде природный өнер болса, оны развивать қылыш керек қой. Сен нотаны білшін керек, нотаны тегін мақшын келсе, башқа музыка тыңшаш керек. Не только, чтобы развитие болуш үшін жоқ, мәселен, классиканы тыңшаш керек, фольклорны тыңшаш, эстрада әмін тыңшаш керек. Әмін жығып кейін бір результат берді анаға. Оқыс жоқ. Мен айтып дедім, ұқам, сен қаншечка мана 9 бітіремсе, 11 бітіремсе, ашы удатат чабыламсы, нақшыталамсы, бамамсы оқыш керек. Оқышсыз болмайды ұқам. Мен әвітім әчу, әнді ашланы қайсы оқыш түшті білмейме. Мана азыр Артур деп кетті, Чайковский Сабыржан үгіт атыды ғой. Яды 5-6 емес, бір 25-30-40 адам оқыш керек. Әсілі чу. Әшек апырып, мүмкіншілік бағы даже иногда грант выделяется. Әшек оқыдыған. Жоқ, оқыдығалы. Болды мен Нұрын дегендек ноутбук ба, шкалонки алды, өзінің природный голос ба, башқылының оғырлыған нақшыны еплі ете берді, болды мен нақшычы деп жүрегі алып оқымайды. Ашы оқытсақ, әлі классика музыка үйгенгендіктен уже автоматически біздің өзіміздің милли саздарын білді чилиш. Уақытыда ұйғыр театрым кадрлар пайда болды. Мандақмын немләңі дегендек көпейді балы. Әнді ба чеватқан менен Нұрды де дияр, яны бір яш баларымыз ба чеватқалачы аз. Ашыны жиқарақ болса деп армақ қылбыз ғой. Дұрыс. Нақ болса, мұшы әр қандақ ең нақшы шыққанда
ең ижад қылынған нақшыны мұшы Парваз ижрачылар бірләшмесіге сілерге yolлап бәсе, шуны сілер өзіне өйтіңлады. Мәйәді, мәселен, мана Нұралымға ұқсас тәжірибелік өзіміздің saz әнділеріне, композиторларын жығып, мұны қандақ ахаң, müzik tərəpi қандақ, мұшының бір баға бәсаңла, дәп бұлана бір пікірін алсаңла, маяқтың мәтіннің, мәзмуны, текстini umumən sapası qarab çıxıdığanğa şairlarını, kəsbi şairlar yetərlik. Aslağını qısa, əndə burunqıdak onu birə yığıb oturub bədii kengəş ötkəzgəndəki nüqsünün hacıcı yox. Hazır WhatsApp bilərlər. Vay Nuralım aka, mən təsəb özünün fikrini etqinə. Dəplə fikir Naqshni başlaganda başdan burun qilish kerak da, o'ylaqa naqshni tayaq qilib ko'rsatmasdan. Ya, ishga chiqmaydi. Tekstni yozdim mana muzikasi. Şu vaqtda ondan keyin sen ufka men naqshang bo'ldi ekan, biroq məyəni qara, onun muzikani məyə yaman üzbəhlişib ketibdi. Məyə G'arb Yevropanikiga tushib ketibdi. Uyg'urcha məyə mundaq bo'lish kerak deb konkret faktlar bilan uni kamchiligini aytib bersan, ham nima tarafda, metin tarafda shu. Undan keyin mana endi naqshang o'ng'shaldi, tuzaldi. Endi bu naqshang bilan konsert uyushtiruvchilarga mana endi cho'ng sahnalarga chiqsang bo'ladi deb shunday bir nima shunday bir o'rinlashtirsak deymi. Endi agarda voy yo'q, men o'zim bilganimni to'yda aytaverman, undaq to'yda aytib yurib, cho'ng sahnalarga ularga chekit qo'yib o'tish kerak bo'ldi. Menimcha qanday deysizlar, shu fikr durustmi? Meni demoqchi bo'lganim, har bir naqshchida o'zi bir stil bo'ldi-ku. To'g'ri. Birniki naro milliy nim bo'ldi, birda estrada bo'ldi, birda klassik bo'ldi. Masalan, bizning atoqli kompozitorimiz Ikrim Kam, Zeynul Kamlar, Sechekovlar. O'shalar yozgan naqshini naqshchi qarab beradi. Bu naqsha buning bo'ldi. Ovozi tushdi. O'zining qas tonalnosti etdi. To'g'ri. Bunu egiznimi buning ketdi degan narsa. U bir. Ikkinchidan Əbəmmə şunu dedim, məsələn, Pərvaz Cədi birləşməsi öz vaxtlarda meni alğanım şunaq rayim nimlə başlıq, bütün naqşçı, yaş ballarını yığıb, şularını bir tərbiyəyə salsaq degan nim bilan qurulğan niməyə? Əbəq deginim şu, məyli azırqı nim arqılıq bolsun. O əşini bir yölüyor köktülüğə adamla bolsun boldu de. Məsələn, Pərvaz Cədi birləşməsi şunun iyi olsa, hər qandaq yeng naqşını. Yeng naqşı mana naqşı icadqa adamlar boldu, bir naqşığa aylab vaxt ketdim. Mesela bir vakit ketip kim bir arqalad o naqsh chiqmay qolgan bo'ldi. Aqib o'tirib ekan, yoqmay qoldi. Pishmay qoldi. Shuning uchun naqshni yaxshi pishirib, aylab, ba'zi bir vaqtda so'z shoirlarimizning ras abay degandek shoirlarimiz yetar naqsh so'zlar so'zni nima qilmaydi, aslında naqshning muzikasi. Uzoq pishirib etish kerak-da. Shuning hozirqinimiz bo'yicha shunaq bir bosh qurdigan odam bo'lsa, chiqirdigan, ishiltidigan kam kutsini etadigan adam bo'lsa, qag'in normal bo'ladi. Shuni bizning Parvoz ijrochilar birlashmasi bizning maqsadimiz shu Rayim akamlar bilan shudi. Shu Parvozni biz qurmaganning oldida bizda nurg'un sifatsiz konsertlar, nurg'un o'z oldiga ichilib ketgan tansivalniy kruzoklar, masalan, naqshchilar deylik, bo'lmasa shu shoirlar deylik, ashta sifatsiz nimada qolgan nurg'un ashta kruzok nimlar batdi. Undan keyin shu ashlarning hammasini ko'rgandan keyin shu vijdonimiz qaynab, ishimiz qaynab, undan keyin davayt shu butkul shu Qozog'istonni qumsaqmi, hatto shu Olmuti ishi, bo'lmasa buni mayaqda Yerkacho'n, Chelak 3 rayon, bu ashlarni ilib biz yig'ib bir boshni bir yerga akasak, boshni qo'shsak, masalan bir konsert qilsa, даже shu nimada shu yig'larda biz masalan aranjirovщикni, masalan bir yaxshi bir naqshchini, yaxshi bir xoreografni, yaxshi bir shoirni biz sheyga bir nimritida qo'ygandik biz shu komissiyaritida. Masalan bir konsert birsi berma deb qolsa, masalan uning aranjirovщики, masalan uning muzikasi kim u? Kim qandaq yozildi? Uni shu aranjirovщикка ba'zi aranjirovщик ashuni tekshirgan bo'lsa, so'zlar qandaq? So'zlarni masalan shu matn yozgan odamlarga berib, shularga bir filtratsiya deymiz-ku, ashuni o'tkazib boqqan bo'lsak,
Mush hamma filtratsiya o'tgandan keyin undan keyin xalqning oldiga tomoshabinning oldiga masalan ib chiqqanda shu vaqtda durust bo'ladi deb shu maqsadda biz shu parvozni qurgandik. Beshida bu ishimiz shu o'ylagandek mangdi. Undan keyinlar hozir buni yangi naqshchilar paydo bo'lib ketgandan keyin endi ular u vaqtdagi masalan yig'inlarda qatnashmadi, u gaplarni anglamadi. Shu hozir buni yangi chiqayotgan bolalar azmaz shu bir nimalardan chiqib ketib deb o'ylayman endi. Endi yana bo'lsa bugungi kunlikda ashula biladi masalan bizning shu saytning bog'lig'ini Rahim akam shunday yaxshi u saytni ib ketib qolgan hammasi ma'lum sababi shu yangi naqshchi ya bo'lsa bir yangi naqsh chiqsa hammasi shu Rahim akamga masalan iltimos qildi. Yo'llaydi. Shu yerda endi shularga deydigan bir nimda endi shular bir so'rab qo'ysa qanday bo'lyotdi, qanday qilsam bo'ldi deb bir so'rab qo'ysa, endi biz faqat biz yordam qo'limizni sunamiz, boshqa masalan ko'ramaschilik ya bo'lmasa qitig'irchilik degan gaplar bizda yo'q. Yaxshilikqa chaqiramiz, biroq shu nimni to'xtatgan bo'lsak. Durust. Hurmatli qarindoshlar, bugun mashada mana biroz fikr takliflar aytildi, lekin texi aytilmagan ichimizda gaplar nihoyatda jiq. Shu san'at sohasini taraqqiy etkizish bo'yicha buni avtorskiy pravo deymiz, mualliflik huquqini qo'g'dash to'g'riliqmi jiq paranglarimiz bor, lekin bugungi efir vaqti cheklaylik. Shunlashqa keyingi bugünkidek programmalarni ham bundan keyin davom qilamiz deb o'ylaymiz. Ham bugun aytilgan fikrlarni bizning ijodkorlarimiz ko'ngilda tutadi va kelajak ijod qilgan naqshlarida mushu aytilgan kamchiliklarni tuzitib ketadi deb o'ylaymiz. Men boshda aytgan bir gap bor, shuni yana yenib aytma, ortiqchilik bo'lmaydi deb o'ylayman. Mushu ijod qilayotgan asarlarimizda milliylikni saqlab qolish xuddi ana tilimizni saqlab qolgandek nihoyatda muhim va zarur. Mushuni hech qachon esinglardan chiqarmanglar. Xayr, ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Hurmatli studiya mehmonlari, sizlarning tashrif qilgan qadamingizga tashakkur. Yenib yaxshi kunlar ko'rishguncha Xudoyim nasib qilsin.